Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun Chirchiq shahrida zo'r lokatsiyalarda tekis joydan 10 sotixli uyimiz sotuvda. Joyimiz tep-tekis, gaz, svet, suv, hamma narsa bor. Uyimiz shu shlaka blok boshlanishidan to bu tomon shlaka blok tugashigacha. Eniga 25 metr, ichkariga 35 metr, 40 metr ketgan. Joyimiz haqiqatan tep-tekis, zo'r joy. Nijniydagi metan zapravkadan 500 metr uzoqlikda. Maktab 600 metr uzoqlikda. Chirchiq dehqon bozoridan bir 3 kilometr uzoqlikda. Mana o'rtoqlar, uyimiz bu tomondan ko'rinishi shu shlaka blok devorli boshlanishidan to bu tomon tugashi. Yo'llarimiz tekis asfalt qilingan. Mahallamiz zo'r joyda. Darvozadan kirib kelishimizda chap qo'limizda ikkita, tepasida bitta xonali, 3 xonali uyimiz. Bu yoqda 2 xona, koridor bilan 3 xona uyimiz. Hovlimiz tep-tekis. Katta 10 metrga 4 metrli basseyn qilingan. Bog'larini chiroyli qilib qo'yishgan mana. Mana bitta xonamiz. Bu yoqda ikkinchi xonamiz. Hovlimizni ko'rishingiz mumkin, tep-tekis. Bu yoq vodopadlar ishlaydi polni. Ichida baliqlar ham bor, ko'rinayotgan bo'lsa. Bu yog'imizda mana yozda ovqat pishirib, oilaviy maza qilib dam olib o'tirilgan joy qilib qo'yilgan. Ustlari yopiq. Ko'rishingiz mumkin. Uyimizda mana bu yon boshida ham joy tashab ketilgan anchagina. Bu yoqda kirish koridorimiz. Bu yoqda mana bitta yotoqxonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi yotoqxonamiz bu yoqda. Hovlimiz umumiy ko'rinishi. Mana o'rtoqlar, hovlimiz bu tomondan ko'rinishi. Bu yoqda basseynlari, yonimizda ikkita hojatxonasi,